40. Ögdülmişning odg'urmishning qishiga bağ'anligi aytiladi. U darhol etini tutib egarladi. Uydan chiqib qerindishi tarafga mangdi. Qerindishiga yiqillab kelganda etidan tushib piyoda yetib bordi. Kelib qo'li bilan asta eshikni qoqdi. Odg'urmish ibodatini to'xtatib o'rnidan turdi. Eshikni ichib taloga chiqdi. Qerindishini ko'rdi. Quchoqlashib yuz ko'zini so'yib esallashdi. Qo'lidan tutib shu an uyga boshladi. O'rin ko'rsatdi. Qo'lidan tutib yenida o'ltirdi. O'zi qerindishini ko'rib bak so'yindi. Ko'p hamdu sana aytib Xudoga shukr qildi. Kishi ayrilib, istab kelib yana salomat ko'rsa, nima degan ajoyib shodlik bu, ha? Qerindishidan yiroqlashib, yana qaytadan yiqillashish nima degan yaxshi ish, ha? Qara, mehribon qerindosh o'z qerindishiga yiqillik ko'rsatsa, nima degan chiroyli bo'ladi, ha, adash? Qerindoshga qerindoshning ko'ngli mehribonlik bilan yaqin bo'lsa, nima degan go'zal. Chin ko'nglidan yaqinlik qilg'uvchi mehribon qerindosh nima deydi, angla. Judo bo'lgan kishilar bir-biri bilan ko'rishsa, qayg'usi qisqa, xushalliqi uzun bo'ladi. Kishi ayrilib, yana bir-biri bilan salomat ko'rishsa, nima degan yaxshi. Odg'urmishning o'gdilmishga savoli. Odg'urmish qerindoshlarini so'radi. O'gdilmish ularning eson omonligidan xabar berdi. Odg'urmish yana so'radi. Menga aytqin, qandoqlach kelding, sana nima bo'ldi? Men seni alik bilan billikan, bilim bilan xalqqa foyda yetkazib etibdi deb angladim. Ularni qo'yib, xalq yukini bo'yningga yudib, bu yerga qandoq kelding? O'gdilmishning Odg'urmishga javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi. Ey xushchiroy, men seni ko'rishni orzu qildim. Seni ko'ray, g'am qayg'u tugunini yeshay deb bu yerga keldim. Seni ko'rishga bak intizor edim. Bugun oldinga kelishga fursat topdim. Uzoq zamondan buyon seni ko'rmadim. Ko'rishni orzulab tilaydim. Paytiga erishamedim. Endi vaqti keldi, mana o'zim kelib sen bilan uchrashdim. Buningga shukr deyman. İnsan o'zi eson omon bo'lsa, tilikiga yetadigan ey mehribon qo'zam. Ayrilish paytlarini beshidan kechirgan, seg'inishni his qilgan kishi nima deydi, angla. İnsan tirik bo'lsa, tilikiga yetadi. Tilakka yetish uchun hayotlik bir sarmoyadir. İnsan hayot bo'lsa tepishidi. Eson bo'lsa, ayrilganlar qo'sha olaydi. Hayotlikni tila, orzuni tilama. Arzuga yetish uchun hayotlik yo'lakdir. Xudo oxir menga tilakimni berdi. Eson omon sana qovuştum. Bu so'zdan keyin yana bir so'zim bor. Anglashni xohlasang, bunimi aytay. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.